Assalamu alaykum do'stlar. Kechlikinglar xayrli bo'lsin. Bugun hikoya boshlashdan burun mening sizlarga bir ishni degim kelyapti. Tunugin sizlarga cho'chak aytib bo'lib uxlashga tayyorlik qilayotganimda Dilala balalar ovozliq cho'chaklarining qaramaydagi qadrlik o'mak anglovchilaridan Afifa mening undidarimga xat qoldiribdi. Hamda Dilalada yaxshi turyotamsiz. Men sizning aytgan cho'chaklaringizni intayin yoqtirib anglayman. Ajringizga rahmat. Men siz aytgan cho'chaklardan yerildishim qatorliq cho'chaklarni yodlab bo'ldim. Hamda Qaramay televiziya stansiyasining Qaramay g'unchilari programmasida aytib berdim, debdi. Men Afifadan baklam suyundim hamda bu aqlli qizdan faxrlandim. Afifa, men ishinaman, siz bugunmi men aytgan cho'chakni anglayman deb saqlab o'tirdingiz-a? Siz cho'qim buningdan keyinmi bu yaxshi odatingizni davomlashtiring. Cho'chaklarda nurg'un yaxshi ishlar va sizning aql bulqingizni ochadigan misollar bor. Bular sizning tiyg'imi aqlli bo'lishingizga foydali. Uningdan boshqa yana cho'chak aytishni davomlashtiring-a? Buningdan keyinmi atrofingizga do'stlaringizga cho'chak aytib bering. Bu sizning so'zlash qobiliyatingizni oshiradi. Sizni tiyg'imi so'zman dadil qiladi. Cho'qim davomlashtiring bo'lamdi? Kichik do'stlar, sizlarmi Afifadan o'rganinglar, ha? Hammanglar shunday qilasizlar, men sizlardan cheksiz faxrlanaman. Sizlarmi men aytgan cho'chaklardan olgan o'zqonlarni men bilan o'rtoqlashinglar bo'lamdi? Xush xabaringlarni kutaman, ha? Bo'ladi, amsa, endi bugungi cho'chkimizni boshlab o'taylik. Bugun biz birlikda Daniya cho'chki uchar sandiqni anglaylik, ha? Burunqi zamonda Daniyada bir katta savdogar o'tgan ekan. U bakboy ekan. Uning Alik ismli bir o'g'li bor ekan. Bir kunlarga borganda savdogar kasal bo'lib o'rin tutib yetib qoldi va uzun o'tmay tugab ketibdi. Aysh ishrat o'yin tomoshaga amroq Alik dadisidan qolgan mol dunyoni nihoyatda qisqa vaqtning ichida so'rib tugatib yetibdi. Uning ilkida uchalaydigan bir sandiqdan boshqa hech nima qolmabdi. Bir kuni Alik uchar sandiqni o'ldirib safarga chiqib, ta'limni sinab boqmoqchi bo'ldi. U ucha sharqdagi bir shaharning osmoniga yetib keldi va uchar sandiqni bir qasrning hovlisida qo'nishga buyuribdi. Marhaba mehmon, debdi bir qiz Alik sandiqdan chiqishiga uning oldiga kelib. Alik sal tengirqab turib qapti. Andan o'zini tutib olib qizga salom beribdi. Men Malika, siz kim bo'lasiz? deb so'rabdi qiz tartingan holda. Alik o'ylanib turmayla. Men oqsunaklarning boshlig'i, sizga to'y qilish taklif qo'yg'ili huzuringizga alayda keldim, deb javob beribdi. Sodda Malika uning taklifiga ma'qul bo'ldi. Alik o'zining chaqqonlik bilan yolg'onni to'qib uni qo'lga keltira olganligi uchun ko'nglida xushal bo'ldi. To'yning harbiy kechasi Alik uchar sandiqqa podshohning xazinasidagi nurg'un oltin kumush uncha marvoyitlarni bo'lishiga qachalab o'g'irliqcha Daniyaga qarab uchibdi. Uchar sandiq uchibdi. Ammo bak eg'irlashib ketganlikdan Daniyaga yaqin dengizga tushib ketibdi. Alik ming bir jafo mushaqqatlarni tortib, oxiri Daniyaga qaytib kelyapti. Ammo uning hech nimasi qolmabdi. Anglashlarga qaraganda, yiliqi baxtsiz Malika xo'shlashmayli ketib qolgan. O'zini oqsuyaklarning boshlig'i deb atib olgan yigitning qaytib kelishini hozirgacha kutayotganmish. Do'stlar, Mediyamanning qazin to'shuk, oshko'zlik qarniyatlik qilsa qandoq bo'ldi ekan? Ha, mush cho'chakdagi osh oliqqa o'xshash kunga qoldi ekan-a? Biz hargiz undaq oshko'z qarniyat bo'lmaylikmi? Men ishinaman, mening o'maqlarim Dilala hadisning gapini bak anglaydi. Oxirda menga hagishib, tuvandagi bolalar qo'shqini o'rganinglar, ha? Balalar qo'shqi beda ko'ki. Bahar kunida beda bükkida, yaymiz cho'chura beda ko'kida. Adash yurgina, baqqa kirgina, beda ko'klidi berib ko'rgina.
Bida terayli, uyga berayli, hammamiz billa cho'chirayayli. Yana bir qaytim takrorlab beray. Bahar kunida bida bukkida, yeymiz cho'chira bida ko'kida. Adash yurgina, baqqa kirgina, bida ko'klidi, berib ko'rgina. Bida terayli, uyga berayli, hammamiz billa cho'chirayayli. Kech bo'lib ketibdi omoqlarim, amiz bugun baldur uxlanglar ha? Tatliq tushlar sizlarga amroq bo'lsin.